Bitta suvchi bo'ldi. Bir yigit 2022-yili olib keladida o'sha G'olibiy sertsani olib keladida 200 tupni egadi. 100 tupni bu bog'iga, 100 tupni bu bog'iga. Uning yonida dedi 30% u sariq gilos ham qo'shib bergan ular. Ular bergan shunida aksiga olib turib o'sha sariq gilosni ikkita bog'ida ham ko'karmay qolgan. Bu yuravergan. Bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi, uy bo'ladi. Mana endi yaqinda bizni obordi ko'rsatdik, ko'rdik, absolut meva yo'q. Endi u o'sha 4-yili bu yil. Bo'yi ham o'sha bir 5 metrga borgan. Shaklda ham tashab qo'ygan, hech qanaqa shakli yo'q. Endi unga biz maslahat beryapmiz. Bizning maslahatimiz shunday. Birinchidan, mayda oxirida o'rtalarini ochib turib, mana unda katta shoxlarni ochib turib vazasimon qilish birinchi navbat. Ikkinchi navbat, avgust boshida mana shunday uchidagi nimalarni qirqish. Tepasini bir 15-20 sm tekis qilib chiqish. Butun mana bunaqa o'sallarni olib tashlash. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, kelasi yil bahorda ikkita shoxiga yorma sofiq qilish. Sariq gilosdan. Shunaqa maslahatimiz bo'ladimi? Ili ashibki bormi shu yerda? Ili qo'shimcha bormi? Yaxshi fikr bergansiz Farhodaga. Men aytaman, tajribangiz yaxshi bog'dorchi dedi, faqat umumiy olib qaraganda bu ish natijasi baribir yaxshi bo'lmaydi. Yorma, taningli. Ana sizning fikringizda not bo'lsa 7 yoshda ham almashtirib olsa bo'ladi. Yorma qilib. Olma bo'lsa, lekin shaftoli gilosda qiyinroq, bodomda qiyin. Unda uning yana bir varianti boyaga aytganingizdek karchopga qiladida, o'sha yerga kurtak sopiq qilsa ham mana u nima olib ketish qisib ketadi dedingiz. Xullas, to'g'ri narsa ekmasiz bozorda. Ana. To'g'risi shu. Buni eng zo'r varianti karchopka qilib turib, o'rniga yengida ekkan eng yaxshi ekan. Lekin u rasxoddan qochmas. Fermer rasxoddan qochmas. Pul bo'lsa deydi. Changlatuvchi qanaqadir dori bor? Ana. Alisher shunday Changlatuvchi dori yo'q. Nechinchi yilda kelgan?